Hammaga assalomu alaykum, Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichoy mahallasiga kelganmiz. Akalar, yemlashga tayyor greenfoodlarimiz bor bag'da Qirg'iziston shvesni olamiz. Hozir chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Akalar, bugun 21-may haftaning chorshanba kuni. Bilasizlar, Asadulla ukamiz yangi arzonchi pullarni o'z yengillik qilib yemga tayyor buqalarimizni qo'yib beradi. Ukajonim hormaganda. Xolos qo'yib beramiz. Qoq albatta syomka qilyapmiz, lekin pullari yengil bo'ladi. Xolos aka. Bo'l, nechta soni bo'lyapti aka? Quyoshda eriymiz-da endi. Go'zal gap bo'ldi-ya. Xo'p, korobkalarni qaraylik. Soni 10 dona. 10 dona. Yaxshi, yaxshi. Hammasi yeb ishlari ko'rildi. Yeb ichlar tekshirildi aka. Aha, necha kun sinovingizdan o'tdi bular? Yangigana? Aka, bular arqonga tushmagan edi aka. 3 kun bo'ldi kelganiga aka. Yutib kelib chiqyapti ular. Arqonga urganda aka ipga mana ular. Korobkalar butun ekan, akalar mana qaraylar. Shu yerda arqonga tushmagan zagonda yurgan mollar edi aka. Tushunali. Zagonga qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Birovni taniydi. Aka, umuman suzishmaydi, boshqa qilmaydi. Ha, bo'ldi og'a. Bo'lmasa qanday chiqaraveraylikchi? Arqabisi butun akalar, tepalari tiniq yoyilgan, suyuklari chiroyli buzgan. Endi bularni yurishini ko'rib olamiz, narxini bilib olamiz. Xohlasa narxlar yaxshi aka. Oldingini olsam talama bo'lib ketdi, eshitdimi sementalchalarimiz? Ha aka. Qani? Ha, arqonga umuman tushmagan ekan. Arqonga tushmaganda. Qani. Xo'p, chiqib bersa bo'ldi aka. Arqonga tushmagan haydab. Qani? Ha, haydab turing tog'a. Bo'ldi aka, mana shunday ko'raveradi. Xo'p, akalar, bo'ylarni aytadigan bo'lsam 1.20 xotirjam turibdi. Mana arqonga tushmaganini o'zi to'g'ri aytayapti. Ular bo'sh yurgan ekan, lekin o'ta yuvosh greenfoodlarimiz. Yaxshi. Orqasi butun, tepalari ham yaxshi. Mana yemga tayyor. To'qol variant, tuxum bosh varianti ekan. Paltarashga ekan. Dehqondan olindi, ishonarli joydan olindi. Ishonarli aka. Bitta yer bo'lgandan keyin dehqon bo'ladi-da. Aka nech pul? Aka 23 million so'm xayri bor. Voy. 23 million xayri bor aka. Shu kunlarga yetib keldik mana. Arzon joyga yetib keldik. Bo'pti aka, so'ramay turaman. 23 million. To'qol variant qarang. Hammasida g'urro bosh. Ha. Aka 23 uchun so'ramay turaman. Hammasini chiqarib olaylik-chi. Bitta bomba qilib yuborsak bo'ladimi oxirida? Bo'ladi aka, qilamiz-da. Bo'ldi mana akalar, qarang. Arqon tushmagan ekan. Olib kiravering. Xo'p, ikkinchini ko'ramiz. Aka, davom etamiz. Ikkinchi novvosimiz. Unga qaraganda sal yo'g'onroq, bo'ylari uzunroq. Lekin bitta yerda mol aka. Hammasi bitta yerdiki aka u. Bular ja yem ko'rmabdi lekin. Yo'q aka. Mana olib turgan ham ko'rmayapti. Bo'ldi. Ular silos kipay yeb turgan xolos aka. Nima yem yemagan. Shuni holatdami ekan? Yaxshi. Nech pul bunga? Aka, bu ham shu 23 million so'm. Bitta ish qilaylik aka, men so'ramadim-ku, endi bir gapirib qo'yaman. Arqon to'g'rilab turing. Mana shu. 20 so'mdan 44 so'm. Aka, 45 so'm qilamiz. 5 so'm o'tib berasiz. 44. O, ketdimi? Gap yo'q lekin. 44,5 million aka. Bo'lyapsizlarmi aka? Paltarashga novvoslar. Faqat aka yem ko'rmagan variant. Maqsad sotish aka. Maqsad sotish bo'lyapti. Xo'p, davom etamiz bo'lmasa. Baraka chiqdi. Uchinchini nima qilamiz? Chiqaraylikmi aka? Aka, Necha qizib qoldi bu? Qizib qoldi, ko'rdingiz-a? Mayli, bunga o'taylik bo'lmasa? Aha. 4-siga. Aka, novvosimiz yaxshimi? Tepa chiroyli. Faqat ozgina qizib qoldi. Anaqalarga javob aka, u javob bo'lishmasin. Xo'p. Qani 4-si? Esa kedlari zo'r. Mana. Hammasi bir xil. Mana aka, jichcha qizib qoldi, mol emas, shuni chiqarmayapmiz. Arqon tushmagan ekan. Lekin o'rganib qoldim ular arqonga. Arqonga endi o'rganyapti Zohir aka. 1.20 akalar, danakcha varianti. Bu 4-si bo'lyapti. 4-si. Bunga nech pul aka puli? Endi dadalar olganda pulni katta etmasangiz kerak. Nech pul deymiz? Bularda endi 24,5 deymiz. 24,5. Kamicha aka. Kam aka. Tavkas bor ekan aka. Mana shu 4tasini taqib chiqaraylik. 4tasinimi? Ha, bo'ldi. Nima qilaylikchi? Ketdik. To'qol akalar juda ham chiroyli variant ekan. Toza narsa ekan. Qani? Bular rasa qo'shadigan onasi kelibdi akalar. Haqiqiy o'zgaradigan onasi ekan. Buni qarang, buni qarang. Mana 22 ham chiqargan bo'lsak, mana 24 ham. Lekin kami bor. Hammasi kam, Zohir aka. Chiqaveringchi. Qoch bolalar. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Mana. Xo'p. Bo'ldi, ko'rinyapti. Ishda ko'rsatib. Bu ham akalar to'qol varianti, mana ma'lumot uchun tuxum bosh varianti. Tuxum bosh, umuman shoxda o'rni ham yo'q.
Ha, bo'ldi. Bunga nech pul? Aka, bu ham shu. Qancha? 24,5 deymiz unga. 24,5. Hozir narx aytilyapti, akalar, hozir quyuq suv qilamiz. Olib ko'ringchi bo'pti. Ha, bo'ldi, tushundim men ham. Obunachilarim tushundi. Akalar g'ovda yurgan ekan. Mana yelkalarni juda chiroyli buzgan ekan, lekin mana qarang. Qo'l kiysa qarang, sezar o'lyapti. Ha. Xo'p. Qani keyingisi aka. O. 20 oshiq varianti, bu ham mana to'qol varianti ekan. Ji tortingchi. O'zim haydab boraman. Bo'ldi. Ana. Chiroyli narsa ekan aka-da. Mana aka. Xo'p. Bunga nech bu? Aka, bu ham shu. Yo'q, ko'raveringmi? Ha, bo'ldi, ko'ramiz. Bitta ko'rib oling, keyin quyuq suv qo'yib bitta etib qo'yamiz aka. Mana akalar. Yem, faqat yem. Yemga tayyor. Vancha o'rganib qoliblar qonga. Mana tepalar akalar. Bitta ikkitasi endi bab bo'ladi-yu. Ha. Bo'ldi, olib xolos. 7-chi bo'lyaptimi? Tuxumbosh varianti mana. Aha, qora qizil akalar, tuxumbosh varianti, 20 oshiq Janavar. bo'llari. Beslari ham 350 tana tutsa kerak. Balki oshiqdir, bilmadim akalar. Ko'z mo'jjal. Vo. Sifatini qarang. Voy. Salqinda zo'r ko'rinaydi ovozlar akalar, nima dilang. Bo'ldi, keyin olib ko'ring endi. Bitta quyuq suv qilamiz. Narxlarni aytamiz. Ya'ni 4 tani emas, 7 tani quyuq suv qilib olsak-chi aka? Farqi yo'q aka. To'g'ri kelaveradi-yu, olingan pul aniq aka. Hisoblamasam turib, bitta bosib oling aka. Aka, mana ularni qarang. Ha. Donalabga 24 million so'mdan qilib beramiz. Ha, donaga 1-2 mi? Ha, shu to'runda. Kelishadigan 24 dan joyi tikcha bor. o'tib berasiz. 23 dan qo'yaylik. Kelishamiz aka. Kelishamiz. Optodan birimizni qiynamaylik aka. Qarang. 7 tanasini aytingchi. Aka, mana unga qo'shib bersa, mana ikkovga, lekin ular 23 dan ketaveradi. Xo'p. Ikkov. Aha. 7 ga aka qarang. Quyuq suyuq aka. Bitta bomba. 23 million so'mdan ketdi. Qanchadan? 23 million so'm. 23 million so'mdan 7 talasi, 4 ta katta, 3 ta kichkina bo'lyapti. Bir joyga olaman degan odamga. Qayergacha dastlabkasi bor? Aka, 7 tonni olaman desa, qilib beramiz. Qayergacha? Xorazmgacha. Xorazmgacha aka. Gap yo'q lekin bor. Omma gap yo'q. Davom etamiz aka. Ajoyib. Yaltirayapti salqinda u. O qarang janavarni. Qani baxtni ko'rchi. Aka toza Qirg'iziston shveston ovoz. 100 ga 100 variant. Voy. Nech pul beramiz bunga? Aka, 23,5 million so'mga bu ham ketaveradi. O, 8 ta qolaveradi. Greenford narxida bo'lib ketdi-yu akalar. 23,5 ga? Bu ham ketaveradi. Menga qarang, hozir 23 dedingizmi? 8 ta bo'ldi, 23 ta. Mayli aka. O'zi bir 8 o'n bir joyda olaman desa, 125 oshiq 350 xotirjam beramiz. Qirg'iziston shveston ovosini, 400 kilo, 500 kilo bo'lib ketgan variant chiqdi, bu qarang. Janavarni qarang. Turuvdi qarang, Boshqa o'tib bir xil. Menga qarang, hali qanor qop deymiz-ku. Xuddi qanor qop, bo'sh qop akalar buni. Bavaqasiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. O qarang. Novos mana shuncha semiradi degani hali. Qani yursinchi baq olib turgan. Mashalloh. Bo'y 1.30 ga qarab ketyapti. Bo'y 1.30 ga qarab ketyapti. Menga nima qildi? Aka, mashinaga siqmadi bu ko'ndalangiga. Shunga tiralib qo'ygan. Tiralib. Ha, bo'ldi, tushunarli. Endi mol ko'p olib kelinadi. Akalar och qoringa turibdi ekan, qarang. Bunga nech pul? Aka, 26 million so'm. Kam aka. 25,5 ga ketaveradi aka. 25,5 ga. Akalar so'ramadim, ovoz katta ekan. 25 ga beraverasizmi? Yo'q, 25,5 ga ketdi aka. Kelishamiz qo'yganmiz. Oqdim shu oqillar aka. Jitti yem bersa tayyor bo'ladi. 3 oyda men aka, to'g'rida shum pishirib yuborsa bo'ladi buni ovoz. Boshqa o't bir xil janavarda aka. O'ta sortovoy narsa. Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Akalar 8-inchisi Greenfordni to'qol varianti, bo'lganda ham qora qizil variant. Bo'yni qarang, 1.30 oshiq bo'libdi, zo'ramiz, stakan tuyoq oyoqlari. Beslari ham zo'r aka. Beslari ham turizm bemalol o'tishi kerak. Ha, bemalol o'tadi aka. Qani, yuraversinchi aka, aylantiravering-chi. Mana. Akalar hali joy ko'p yem yemagan, ozgina aylanib turgan variant. Hali yem yeganda mana shuni ovoz shum go'sh yeg'organ bo'lardi. Xudo xolasi Karabkanlarni ko'rsatingda o'ta bo'yni ham zo'r aka. Akalar yaxshi narsani bilasizlar, ko'proq maqtab yuboraman.
Nimaga? Oylar 4 so'm deyman. narsa-da, Tavsiya qara. qilaman, to'g'risi. Zo'r narsa mana. Qani. Nechpaga beramiz buni? Bu shun bergan narsa ekan. Bu ham shuni, bu hammi? Bu eng gala boshli ekan, bo'lmasa? Ha. Akalar, bu ham bitta. Hozir bu yerda 7 ta bo'lsa, bu 8-chi bo'lyaptimi? Ha, ikkita Qirg'iziston chempionatining ovozi qo'shilgan aka. Tushunarli. Aka, bitta quyuq suv qo'yib oling, hammasini. Aka, men qarang, bitta o'ziga. Ha. Narxini aytib qo'yay, 27,5 million so'm savdosi bor. 27,5 million so'm savdosi bor. Bular bilan yurgan bo'lsa, demak, yemagan ekanda. Yemagan, ko'rib turibsiz. Bitta qo'ra bo'lganda. Demak, to'g'ri topibman, qarang. Men bilmasdim ular bilan birga kelganini. To'g'risi. Bosh ko'tlari bir xil. Xo'p, 27 ham qancha kam qilib beramiz bunga? Aka, 27 million so'mga ketaveradi. 27 million ketaveradi. Agar bularga qo'shib olgan bo'lsak-chi? Qirg'iziston Shvetsiya nomosini ham qo'shib oling aka. Bularni ham qo'shib oling. Aka, mana qarang, 8 tasi bir joyga aka 23 million so'mdan ketdi aka. 8 tasi. Ha. Bu Greenford, da? Qirg'iziston Shvetsiya nomosini qo'shmayapsiz-a? Yo'q, mana shu. Qirg'iziston Shvetsiya nomosi bilan. Ha. Buni ham aka qo'shib qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tani deyapman. 10 ta aka, 10 ta beradi. 10 tani. Qo'shiladi-da aka, mana shular qo'shib turib gapirilib qo'yilaveradi. Ha, bo'pti aka. O'zi qo'shib olaversiz aka. Ha, men tushundim. Akalar, qo'shib turib quyuq suv qilib chiqarsa. Buni endi hali qo'shsak hozir aka, narxi ko'tarilib ketadi-da. Ha. Bo'laveradi. Bo'pti uka, issiqda bularni ham qiynalmaylik, o'zimiz ham qiynalmaylik. Aka, narxlari ana bo'ldi. Hammasini chiqarib ko'rsatdik. Hammasini bir joyga olaman desa, telefon qilsa kelishtirib beramiz aka. Dastlabkamiz Xotirjam bor. Xotirjam bor aka. Akalar o'tgan hammasini bir joyga olaman desa aka, Qoraqalpoqqacha dasturga beramiz. Tekinga. Sizdan. Mashina bor-ku, ha? Gap yo'q lekin akalar. Bo'p, YouTube'ga qo'y aka, kechiktirmasdan.